Novostroykadan uy olmoqchimisiz? Videoni iltimos oxirigacha ko'ring. Qaror qabul qilishga shoshilmang. O'zbek jamiyatini 3 ta top maqsadi bor. Birinchisi to'y qilish, ikkinchisi mashina olish va uchinchisi uy-joy olish. Mana shu holatda har birimiz emotsiya orqali qaror qabul qilamiz. Quruvchini tekshirmaymiz, uy-joy hujjatlarini o'rganib chiqmasdan darhol qaror qabul qilamiz. Bunga nima sabab? Bunga reklamadagi mashhurlarning yuzlari yoki chegirma narxida ulgurib qoling, imtiyozli narxlarda uy-joyli bo'lib qoling degan reklamalarga uchamiz va marketing qurboniga aylanamiz. Bugungi kunga qadar nazorat qiluvchi organ tomonidan o'rganish natijasida 185 ta binoda noqonuniy qo'shimcha qavatlar qurilgan. Bu nima degani? Misol uchun, obyekt 5 etaj uchun ruxsatnoma olgan, lekin amalda 8 etaj qilib qurgan va siz mana shu noqonuniy qurilgan bitta etajdan uy olishingiz mumkin bo'lib qoladi. Bundan tashqari, bugungi kunga qadar 1434 ta uy-joy davlat ro'yxatidan o'tmasdan turib qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Buning natijasida 115 ta turar joy binolari buzdirilgan. Undan tashqari 98 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu jinoyat ishlarida siz jabrlanuvchi bo'lishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'ring va beradigan ko'rsatmalarimga albatta amal qiling. Kuzatayotgan bo'lsangiz, 2025-yilning oxirida uy-joy reklamasi juda ham to'lib ketdi. Instagramda, Telegramda, TikTokda, hatto televizorni qo'ysangiz ham uy-joy reklamasi, imtiyozli narxlarda uy oling va boshqa marketingda ishlatiladigan so'zlardan foydalanib, arzon narxda sizga uy taklif qiladigan reklamalarni juda ham ko'p ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bunga nima sabab? 2026-yildan biz ko'p marta takrorlab kelayotgan eskrov tizimi joriy qilinadi. Eskrov tizimida barcha quruvchilar, hozirgi kunda amalda ishlab turgan quruvchilarning barchasi ham ishlay olmasligi mumkin. Shuning uchun ular o'zlaridagi mavjud uy-joylarni tezroq sotib olish niyatida bo'lishlari ehtimoldan yiroq emas. Men sizga yuqorida aytib o'tganimdek, uy-joy olishda emotsiyada qaror qabul qilamiz. Mana shu emotsiyada qaror qabul qilib jabrlanuvchi bo'lishni xohlamasangiz, quyidagi 7 ta holatga e'tiborli bo'ling. Birinchi navbatda, uy-joy olmoqchi bo'lgan quruvchini, kompaniyani tekshiring. Ya'ni sizga uy sotishdan oldin u qaysidir obyektini qurilish tugatib foydalanishga topshirgan. Bundan tashqari hujjatlarni tekshirish kerak. Hujjatni tekshirish deganda Gasim degan tashkilot bor. Mana shu Gasimdan ro'yxatdan o'tmasdan turib qurilish boshlash bu noqonuniy hisoblanadi. Gasimdan ro'yxatdan o'tishgacha bo'lgan bir qancha hujjatlar bor. Uni so'rash ahamiyatli emas. Faqatgina sizning qo'lingizda Gasimdan ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, shuni o'zi ham yetarli, chunki ungacha bo'lgan barcha hujjatlarni tayyorlagan bo'ladi. Eng asosiysi, yer kimga tegishli? Yer sizga uy-joy sotayotgan qurilish kompaniyasiga tegishlimi yoki davlatnikimi yoki boshqa bitta ta'sischini yerimi? Buni ham bilish foydali hisoblanadi. Undan tashqari, qurilish obyekti qaysi manzilda qurilayotganligini aniq borib ko'rishingizni so'rayman, chunki nomlar bir xil o'xshash bo'lgan manzillar juda ham bizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Va eng asosiysi, hech qachon quruvchiga naqd pul bermang. Uni bankdagi hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan shartnoma asosida pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Va shartnomani albatta o'qib chiqing. Rus tilida bo'lsa, o'zbek tilida berishni talab qilish huquqingiz bor, buni unutmang. Shartnomani har bir bandini sinchkovlik bilan o'qib chiqishingiz va sizga ertaga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holatlarni aniqlab olishingiz bu sizning pullaringizni va ertaga uy-joyli bo'lishingizni kafolati hisoblanadi. Va yana bir holat, har bir uyni qurilish rejasi bor. Buni necha kunda, qaysi muddatda topshirishi shartnomada yozilgan bo'ladi. Undan tashqari, Gasimdan ro'yxatdan o'tayotgan paytda elektron platformada bu muddat doimiy ravishda ko'rinib turadi. Mana shunaqa holatlarni inobatga olib, undan keyin o'tirib qaror qabul qilishingiz bu sizning pulingizning xavfsizligi va ertaga uy-joyli bo'lishingizni kafolat hisoblanadi. Bugungi kunda bozorda o'rtacha uy narxi 500 milliondan boshlab buyog'i cheksiz davom etadi. Mana shu 500 million so'mga kuymaslik uchun bor yo'g'i Lapov kompaniyasi, bizning jamoa sizga yuqorida aytib o'tgan holatlarni
qonuniyligini tekshirib berish uchun 1 million so'm xizmat haqi to'lash orqali siz ertaga ham uysiz, ham pulsiz qolib ketishingizni oldini olgan bo'lasiz. 500 million so'mga kuyishdan ko'ra 1 million so'mga tekshirtirganingiz bu sizning uy-joyli bo'lishingizga, pullaringizni xavfsizligiga va ertaga quruvchi tomonidan qandaydir sabablarga ko'ra qurilish o'z vaqtida topshirilmasligi va ertaga quruvchi uy-joyni o'z vaqtida topshirmasligini, pullaringizni qaytarib olish kafolati mavjudligini o'rganib, sizga qaror qabul qilishingizda amaliy yordam berish instrumenti hisoblanadi.